oshni yegan, qazilarni yegan, energiya ko'p, bosadi inson muvaffaqiyatga erishish uchun 3 ta narsa jamlanishi kerak ekan. Birinchi, tadbirkorda duh bo'lish kerak. Jahongir Ortiqxo'jayev aytganlaridek, ishonch baland bo'lishi kerak. Tavakkalchilik rivojlangan bo'lishi kerak. Tavakkal qila olgan odam komfort zonadan chiqa olganda bir nimalarga erishadi. Bilinmas. Birinchi o'rin tavakkalchilik. Ikkinchi muhim narsa bu energiya. Bizning o'zbegimizda mana bu ikkita narsa juda yaxshi rivojlangan. Energiyasi ham bor, tavakkalchilik ham bor. Lekin uchinchi element ilm elementi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bizni diyorlardan qochgan, tark etgan. Bizni o'zbegimiz ilmga asoslanmasdan ish qiladi. Xom xayollarga asoslanib ish qiladi. Tadbirkor o'zini juda katta qiyinchiliklarga soladi. Chunki mana duh bor, bosamiz deydi. Oshni yegan, qazilarni yegan, energiya ko'p, bosadi. 24 soat sutkasiga ishlayman deydi. Jasadni dabdalasini chiqaradi. O'zini juda katta qiyinchilikka soladi, samara kam. Moshin buksavat qiladi-da, g'ildiraklar aylanadi, lekin yurmaydi. Xuddi shunga o'xshaydi.